Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Har kunlik ob-havo ma'lumotlaridan bizning kanalimizda birinchilardan bo'lib xabardor bo'ling. O'zgidromet 24-26 may kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Hurmatli tomoshabin, videoroligimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. 24-26 mayga ob-havo prognozi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'lish ehtimoli yuqori. Yog'ingarchilik kutilmaydi, shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat 24-may kechasi 13-18, kunduzi esa 27-32 daraja. 25-26 mayda kechasi 15-20, kunduzi esa 30-35 daraja atrofida bo'ladi. Navoiy va Buxoro viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'lishi ehtimoli yuqori. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi, ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 24-mayda 15-20 gradusni, 25-26 mayda 17-22 gradusni, kunduzi esa 24-25 mayda 30-35 gradusni, 26-mayda 27-32 gradusni tashkil etadi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 24 va 26-mayda ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 15-20, kunduzi esa 24-25 mayda 30-35, 26-mayda 27-32 daraja atrofida bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 24 va 26-mayda ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 18-23, kunduzi esa 24-25-mayda 33-38 daraja, 26-mayda 30-35 daraja atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. 24-25 mayda yog'ingarchilik kutilmaydi. 26-mayda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 15-20, kunduzi esa 24-25 mayda 30-35, 26-mayda esa 32-27 daraja atrofida bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi, ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi esa 18-23 daraja atrofida bo'ladi. Afsuski, may oyining yakunlariga qarab ob-havo ma'lumoti turli xil chang to'zonlar bilan kelishiga qaramay, allergiyaga yuqori odamlar qiynalishmoqda. Shuning uchun ham biz allergiyaga moyilligi yuqori bo'lgan odamlardan ko'chaga chiqmasliklarini hamda har kuni mashinangizni yoki o'zingizga tegishli bo'lgan shaxsiy mulkingizni ehtiyot qilishingizni, boshqalarga hamda o'zingizga ziyon yetmasligiga harakat qilishingizni so'rab qolamiz. Ushbu xabar ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni va do'stlaringizga ulashishni yodingizdan chiqarmang.